Alisher Navoiy, Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviy hamsalariga bir butun, yaxlit asar sifatida qaradi. O'zbek tilida turli mavzularda mustaqil dostonlar emas, balki bir-birini g'oyaviy, badiiy jihatdan ma'lum darajada to'ldiradigan, yaxlit bir asar deb hisoblanishi va hamsa deb atalishi shart bo'lgan dostonlar majmuasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Navoiy 42 yoshida hamsaning birinchi dostoni Hayratul Abrorni yozishga kirishdi va shu yiliyoq uni tugalladi. Hayratul Abror falsafiy, didaktik xarakterga ega bo'lib, bu janr Navoiyga qadar 400-500 yillik, balki undan ham ortiq tarixga ega edi. Lekin Navoiy Nizomiy va Xusrav Dehlaviy izidan borib, o'z asarida shunday muhim ijtimoiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy masalalarni qo'ydiki, bu janrga yangidan jon kiritdi. Chunonchi u o'z davridagi feodal zulmni, talonchilikni, jaholatni fosh etdi. Hayratul Abrorda shoh va uning amaldorlarini, riyokor shayxlarni, ochko'z feodallarni, poraxo'r mansabdorlarni ayamay tanqid qilar ekan, ularning satirik obrazlarini chizib, she'riyatini, dostonchilikni real turmush ehtiyojlariga yaqinlashtirdi. Hayratul Abror muqaddima qismiga oid bir necha boblardan tashqari 20 maqolat, har bir maqolatga oid 20 she'riy hikoyadan tashkil topgan bo'lib, maqolatlarning har birida Navoiy o'z davri uchun zarur bo'lgan biror ijtimoiy, siyosiy yoki axloqiy muammolarni yuzaga qo'ydi. 5-maqolat. Saxiylik haqida gap borganda, shoir saxiylikni va saxiy kishilarni madh etadi. Ularni hech qachon xasislikka yuz o'girmaslikka chaqiradi. Shu bilan birga nom chiqarish uchun boylikni sochib yuborish qattiq qoralandi. Sochmoq ovuch birla guhar ot uchun, naqd etak birla mubohot uchun. Aql hisobidan erur bas yiroq, buxul bo'jdodingdan erur yaxshiroq.